Аңлаватқаныңла ibretlik hikoya Ашның qadrini yegan bilmas, topgan bilar. Buningdan uzoq zamonlar ilgari bir yurt bo'lgan ekan. Shu yurtda Sodiq ismlik bir kishi o'tgan ekan. Sodiq ishchan, tirishchan, dana odam ekan. Sodiqning Sodir deb bir o'g'li bo'lib, u o'g'lini kamolatga yetsin deb maktabga beribdi. Lekin Sodir faqat yaxshi o'qimabdi. Sodirning o'qishidan umidi uzilgan ota uningga biror hunar o'rgatib, ish emgakning qadriga yetadigan, elga to'nilgan hunarvan qilmoqchi bo'pti. Sodiq o'g'lini qaysi hunarga berish, kimga shogirdlikka berish haqida ko'p bosh qotiribdi. Oxiri Yiroq shaharda turadigan bir yog'ochchi og'inisiga shogirdlikka bermoqchi bo'pti. Bir kuni Sodiq o'g'li Sodirni ilib og'inisining uyiga beribdi va maqsad muddaosini uningga aytib, "Birodarim, amisa balamni sana topshirdim. Balamga hunarni obdan o'gitib, ish emgakning qadriga yetadigan, hunarga mohir, yaramliq odam qilib bergin", debdi. U yog'ochchi Sodiqqa, "Xotirjam bo'g'in, men sening qadinas og'inang tursam, shunchalik ishda yordam qilmasam qandoq bo'ladi? O'g'lingni o'z o'g'lim o'rnida ko'rib, hunarni yaxshi o'gitaman", deb Sodirni yenida ip qapti. Yog'ochchi Sodiqni uzitib qo'ygandan keyin do'stimning bolasini jafoga qo'ymay deb o'ylabdi va atsi Sodirni oldiga chaqirib, "O'g'lim, otang bilan men qadinas do'st. Senmi mening o'z o'g'limga o'xshaysan. Sen degan menga mehmon. Shunga bir necha kun orom elib, shaharni sayli tomosha qilib pul-pichak lozim bo'lsa, tortinmay so'rg'in. Hunarni keyinroq o'rgansangmi bo'ladi", debdi. Shu kundan boshlab yog'ochchi Sodirga o'zi yemay yegizib, kiymay kiygizib, hech qanday ishga solmay, shaharni tomosha qilishga qo'yib beribdi. Sodir hech qanday ta'lim-tarbiya olmay, hech qancha hunar o'rganmayla 2 yilni bekor lag'aylab o'tkazib etibdi. 2 yil to'shqan kuni Sodir ota-onasini yodiga ilib yog'ochchiga, "Men endi uyga berib, ota-onamni yo'qlab kelay", debdi. Yog'ochchi Sodirga hunar o'rgatmaganini yodiga keltirmay, "Bo'ladi balam, shundoq qilgin", deb sovg'a salomlar bilan uni yo'lga selib qo'yibdi. Sodir uyga qaytib ketdi. Ota-onasi uning bilan nihoyat qizg'in ko'rishib, 2 yil jarayonida nima ishlar bilan shug'ullanganligini so'rabdi. Sodir hunar haqida gap qilmay, aksicha yegan ishgan, o'ynaganlarini so'zlab beribdi. Buningdan Sodiqning ko'ngli g'ash bo'lib, Sodirni sinab boqmoqchi bo'pti-da, tomoq yeyilib bo'lgandan keyin, "Balam, dasturxondagi ovi parcha nonlarni to'kib atgin", debdi. Sodir gap so'z qilmay, parcha nonlarni dasturxon bilan ko'tiribla tashqariga ochiqib to'kib etibdi. Sodiq ko'nglida, "Hey, bu texi emgakning nonning qadrini bilmabdi. Og'inam uni yaxshi tarbiyalamabdi. Uni eng yaxshisi boshqa bir hunarga beray", deb o'ylabdi. Uzun o'tmay Sodiq o'g'lini boshqa bir shaharda turadigan to'mirchi og'inisininkiga opirib beribdi. To'mirchimi xuddi yog'ochchi o'ylagandek o'ylab, Sodirni obdan kutibdi. Uni hech qanday ishga solmabdi. 2 yil o'tgandan keyin Sodir uyga qaytib keldi. Sodiq o'g'lini yana avvalgidek sinab beqibdi. Lekin ahvol yanala o'xshash bo'pti. Sodiq, "Har 2 og'inam bola tarbiyalashni uqmaydi ekan. Martam, 3 martam degan gap bor. Endi yezidagi dehqon og'inamning uyiga beray. Balamga dehqonchilikni o'rgatsin", deb o'ylabdi. Va o'g'li Sodirni yezidagi dehqon og'inasiga opirib beribdi. Dehqon Sodirni ip qapti. Atsi dehqon tong suzilishiga Sodirni uyg'itib, "To'r balam, dehqon degan hargiz kun chiqichi uxlab yotmaydi. Choy vaqtigacha bir oz ishlab olayli", debdi. Sodir dehqon bilan birga etizda choy vaqtigacha ishlab, qo'ziqi ichib uyga orolli yetib kelibdi. Dehqonning ayoli dasturxon selib choy tayyorlabdi.
Sadir dasturxondagi zag'ri nonni ko'rib to'yibla qapti. Dehqon bo'lsa zag'rini ishtaha bilan yegash. Qini bolam, tushkichi qo'sug'ing ichib qoladi. Qo'sug'ingni obdan to'yg'izib ol. Debdi. Sadir bir zag'ri nonga, bir dehqonga qarab, "Men mushu kamgacha zag'ri non yeb baqmagan. Bug'doy nonlari yo'qmi?" deb so'rabdi. Dehqon Sadirning ustivishiga qarab qo'yib, "Yeb baqmagan bo'lsang, endi yeyishni o'rginasan bolam. Qani jiq-jiq yegin. Bug'doy nonni, bug'doy pishqanda yeymiz." debdi. Sadir amalsiz zag'ri nonni yebdi. Qo'saq ochganda bu zag'ri non bug'doy nondanmi ta'mlik bilinib ketibdi. Shunda qilib dehqon Sadirni og'inamning bolasi deb e'tiborlamay, o'zi nimani yesa Sadirg'imi shuni beribdi. Kun chiqmasda itizga ochiqib, kun patqanda ishdan yondirib ketdi. 2 yil jarayonida dehqon uni tamoq tanlamaydigan, jafoliq ishlab, oddiy-soddiy yashaydigan qilib yetishtirib chiqibdi. Sadirga bu kunlar ilgirikidinmi ma'nilik tuyulib, teriqchilikdan tartib, yig'ing'ichi bo'lgan hamma ishni ko'ngil qo'yib o'rganibdi. Dehqon 3-yili kuzda Sadirga bir qo'r yangi kiyim kiydirib, "Bu kiyimlar sen tergan oshliqning puliga keldi. Bu o'z amgigingning mevasi. Endi uyingga berib, ota-onangni ko'rib kelgin" deb uni yo'lga sip qo'yibdi. Sadir uyga qaytib kelgandan keyin otasi Sodiq avvalgidekla uni sinab, "Bolam, bu dasturxondagi parcha nonlarni ochiqib to'kib etgin" debdi. Sadir bu navbat norozi bo'lgan holda do'msiyib turib, "Bu oppoq bug'doy nonni nima deb to'kib etimiz? Ep qo'yib, keyin yesak bo'ladi-ku" debdi. Sodiq o'g'lining bu qiliqidan kulib, "O'tgan qitimda gap qilmayli to'kib etgan to'ng'u" deb so'rabdi. Sadir otasining so'zidan haqiqatan xijil bo'lib, "U chog'da men bekor non yeb yurgachga, emgakning, nonning qadrini bilmabdikanman. Biz yevatgan non, kiyim-kechaklar nurg'un ish emgak badliga keladi ekan. Men dehqon tog'amning uyida bularning hammasini tushunib yetdim dada" debdi. Sodiq o'g'lining beshini silab turib, "Barakalloh o'g'lim, endi haqiqiy odam bo'psan" debdi. Sadir keyin yana yeziga qaytib ketibdi va umrining oxirigacha dehqonchilik qilib o'tibdi. U o'z kechirmishlarini bolalariga, nevaralariga so'zlab berib, "Bolalarim, osh qadrini yegan bilmas, topqon bilar" deb nasihat qiladigan bo'pti. Sadirning kechirmishlari uning bolalari orqali yurt ichiga tarab, osh qadrini yegan bilmas, topqon bilar degan maqol bo'lib, bizgacha yetib kelgan ekan.